شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qardaşlar, biz bugün Sure Baqara'nınki 189. ayetiga keldik. İlgirki ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Taala bizning kundalik hayotimizning tartib o'rinlashtirilishidagi muhim ahkamlardan birini, ya'ni o'zaro pul mollarimizni haqsiz, yo'lsiz shaklda yevilishning to'g'ri emasligini bayon qilgandan keyin biz darsning oxirisida shu nuqtalarni eskartgan. Ya'ni islom kishilarga %100 manfaatli ishlarni asla cheklamaydi. Ya'ni hamma odam o'rtaq manfaat oladigan ishlarni asla cheklamaydi. Va kishilar yana %100 hamma odam o'rtaq zarar uchraydigan ishlarni ham qilmaydi. Masala nima bo'lsa, jamiyatdagi bir kishilar manfaatlanayotgan, o'zining manfaatini, elayotgan foydasini qo'g'dash uchun bu ishlarni rivojlantirayotgan, ammo ko'pchilik musulmonlarga, ko'pchilik kishilarga zarar bo'lganligi uchun cheklaydigan masalalarga kelgan vaqtida mu'min sagak bo'lishi kerak. Dunyoda va oxiratda baxtli turmushga erishish uchun o'zining har bir ishlarida islomning ahkomlari nima? Buningga din qanday qaraydi deydigan bir xil ideya musulmonlarda yetilishi kerak. Sahobalar ana bularningki namunalik kishilari. Masalan, Qur'oni Karimda yas'alunaka mada yunfiqun, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil yatama, yas'alunaka mada yunfiqun, yas'alunaka anil qarnayn, yas'alunaka anil anfal. O'xshash bütün o'zining hayotidagi ishlarning hammasiga qarata islom burun ahkomini bayon qilgan va qilmagan ishlarga qarata zirak, sagak bo'lish. Din buningga qanday qaraydi? Alloh buningga qanday qaraydi? Buning dinning hukmi nima? Shariatning hukmi nima? Degan masalalar haqida nozik bo'lish kerak. Sahobalar ana bularning tipik misollari yuqorqi oyatda karimaga o'xshash degan askartishlar bilan ilk darsimiz oxirlashgandi. Bugungi darsimizmi shu misollardan birisi bilan boshlanadi. Ya'ni musulmonlar yuz berayotgan, o'zlarining qilayotgan ishlari haqidagi shariatningki ahkam, hukmlarini bilishlardan bo'lib qolmasdan, hatto o'zgarmas tabiatga oid ishlar bor. Masalan, osmondagi oyning ahvoli, quyoshning ahvoli, bu xil o'zgarishlarga qaratami dinning bir ko'z qarashi bormi? Din bunga nisbatan nima deydi? Dinning ahkomi nima? Musha haqdimi bir narsalarni tushunishga boshladi. Masalan, bugungi oyatda tilg'ilingan masala shu oyning ahvoli, osmondagi kichiklab, asta-asta cho'nglab, butun to'lin oy bo'lib, undan yana kichiklab osmonda qolmaydigan. Bu xil ahvollar bularga bir narsa tuyg'usini bergan. Bika-bika davomlashsa kerak. Buning cho'qim buningga munosabatli bir diniy hukmlar bo'lishi kerak degandek. Yoki shu vaqtda Yahudiylarningki payg'ambar alayhisolatu vasallamni harajga tashlash uchun sahobalardan payg'ambarlardan so'rab baqinglar, bu nimishqa ay kichik vaqtida kichik chiqadi, undan keyin yo'g'inab bora butunlashib, undan keyin yana kichiklab tugaydi degandek bir savollar bilan bo'lishi mumkin. Har holda sahobalar shu osmondagi ay haqida Rasulullohdan so'radi. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'oni Karimda bizga hikoya shaklida bayon qilib, yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj va laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa
Ve'tul buyute min ebvabiha ve vettakullaha leallekum tuflihun. Ular sizden yeni ay hakkında soraydı, yeni çıkan ay hakkında. Ular şunu denki, bu kişilerin umumi işlerinden vaktini belirleş için kullanıldı. Bundan faydalansanlar buludu. Her vaxtınlarını belirleş için kullansanlar, faydalansanlar buludu. Yaxşılıq, sizlər yaxşılıq deb qoyatqan işlər əməliyyatda sizin öyünün arqasından kelganliginizlar emas. Əməliyyat yaxşılıq manittaqa, yəni taqva olğanlar. Bu haqda sal turib tushundirish beramiz. Öyünün ishkidan kelinglar, Allohdan qo'rqinglar. Shunda qilgan vaqtinglarda balkim sizlar nijot topishinglar mumkin, ishlaringlar joyida bo'lishi mumkin. Endi mushu oyatda qo'llangan bir ifoda va ahilla, ular sizdan ahilla haqida so'raydi deb. Hamma bilan bilamiz, ay boshlangan vaqtida osmonda o'rg'oq shaklda kichik ko'rinishga boshlaydi. Bara ay yo'g'inab shu 14 kun, 15 kun atrofida to'lin ay holatga keladi osmonda. Undan keyin yana bara kunda kichiklab oxirida ay oxiriga bo'lganda ay butunlay yo'qolib qorong'u bir holat bo'ladi. Shu vaqtdagi sahobalarning kallasiga kelgan xiyol bu nima uchun unda bo'ladi deydigan bir xil xiyol kelgan ekandi. Alloh subhanahu va taolo ay haqidagi tafsilotni umuman javob berib bu oyatda, ya'ni musulmonlarga nisbatan munosabatli bo'lgan tarafi, musulmonlar bundan foydalanishlik taraflarini xabar verdi. Ama öyle bilimiz ay yakınki devirde umumi musulman kişilerinin akliga echivetilingan bir Allah subhanahu ta'ala'nın mahluqi, yani insanlar bunu bayqidi, ma'lum taraflarini qanday ekanligini bayqab chiqdi. Endi ilgirki arablar, şu oyat tushgan vaqtdagi arablar ay haqida hech narsa bilmaydi endi. Hozir biz ay degan yumaloq planet masalan yer shariga o'xshash, onun aylanish holatları öz o'q atrofida va quyosh atrofida degandek bunun harakatlarini ma'lum darajada to'liq tushunmasakmi, ma'lum darajada bilimiz hamda insonlar buni ma'lum darajada bayqab chiqdi. Ama ilgirki arablar uni hech nima o'qimaydi, ama ayga qarab turib vaqt belgilaydi. Yani bundan bu şekilde paylanıtıda. Ama bularning bu savolni so'rashi Allohning koinotdagi mushta bir paketlar haqida tafakkur qilish bir natijasi. Biz atrofimizdagi bütün yuz berayotgan hodisa yoki aylanayotgan planet yoki bu masalan tog' daryo dengiz degandek hammasidan biz ma'lum darajada foydalanamiz. Bularimiz biz uchun yaratilgan. Kunlar kelib bizning aqlimiz ishlab qilib bularning mohiyatini, asli mohiyatini, xarakterini, şekil, bütün taraflarını bilişimiz mümkün ama bilmezlikimiz mümkün, içilmezlikimiz mümkün ama mühim nokta biz paydalanayotgan, menfaatlanayotgan bunun ehmiyeti üzdüksüz devam kılıda kıyametki kadar. Aynen meselesimiz şu, bunun Araplar ve başka insanlar mı aynen her aydaki vakit ifadeleş rolüden paydalanıp özlerinin vakitlerini belirleydi. İnsanlar şu vaxtıda bunun xarakteri, mahiyeti mesela nim bulup kichiklab, nim bilib yo'g'onaydiganligini bilmaydi. Desim o hem uluğa nisbatan qiyin keladigan bir masala, Mesela bugungi biz 21-asrda yashayapmiz. Bizga mo holat hem insonlarga uning hamma taraflarini to'liq echib beradigan bir sharoitda bo'lmadi, ya'ni echilmadi. Ayga chiqdik dedi, ayni uni qildik, buni qildik dedi. Yo'q, ma'lum shakllari mesela Sunyamradin uning yumaloqligi zimin bilan yaqin planet ekanligi, mushta uning tartib yo'linishlari ma'lum bayqalgan bo'lsa, to'liq echilmadi. 21-asrda bizga echilmagan bu sırlar tabii ki 14 asr ilgirki kishilarga echilmasligi bu aniq. Shunga Allah subhanahu va taolo bu yerda bizning diqqatimizni muhim bir prinsip tarafiga tortyapti. Yani mesela uning kichiklab cho'nglashni bilish cho'ng masala emas. Yani mesela burunmu mesela quyosh haqida desak, quyoshni qadimki ulamolarning ichida men ziminni quyosh debman. Ziminni qadimki ulamolarning ichida tuz deganlar va yumaloq deganlar va ilm-fan taraqqiy qilib bugungi kunda ziminni yumaloq,
deb isbotladi, ammo ne o'zgarish oldu? Hiç o'zgarish yo'q. Ya'ni yumaloq, o'xshash. Ammo insonlarning foydalanish tarafi u boshqa. Ayning masalasi shu. O kichiklab, cho'nguyib, butunlanib kichiklanganligini biz bugun ma'lum shaklda tushundik, ma'lum darajada. Masalan, tushundik va tushunmadik hech farqi yo'q. Ammo muhim bo'lgan narsa bu kichiklab yo'g'inab, undan keyin yana kichiklab yo'qolib ketishdan insonlarning foydalanadigan nuqtasi bu muhim nuqta. Alloh subhanahu va taolo buningdan bizni qanaqa qilyotdi? Buningga eskartiyotir. Sizga ahamiyati va tarafga ko'ngil bo'linglar. Ahmiyeti va tarafga ko'ngil bo'linglar deyotdi. Endi bu oy bilan quyosh, zamin bu 3 planet yoki 3 yulduz nim desak bo'ladi. Bular bizga nisbatan intayin muhim bo'lgan kundalik hayotimizdan ayrılmaydigan. Kundalik hayotimiz shunga bilan bog'langan 3 tane jism. Masalan, quyoshning hajmi ulamolarning degan bo'yicha, olimlarning degan bo'yicha zaminning hajmidan 1.250.000 hassa ortiq deyiladi. Quyoshning hajmi zamindan. Ay quyoshga qaragan vaqtda sal kichik. Endi zamin quyosh bilan oyning o'ttirida bir tusiziq kelgan vaqtda oy bizga ko'rilmaydi. Chunki oyning o'zi nursiz yulduz, yani nursiz planet olup o'zidan nur chiqmaydi boshqa yulduzlarga o'xshash. Balki quyoshdan kelgan nurni bizga qaytiradi. Agar yer shari to'liq tusib olsa, ya'ni quyosh bilan oyning o'ttirig'iga kelib quyoshning nurini o'qatga o'tkazmasa, shu vaqtda oy hech qanday ko'rinmagan bo'ladi bizga. Nur qaytmaydi. Amaliyotda oy bor. Ondan keyin mush tusilingan holatdan zamin oy bilan quyoshning o'ttirida tusib olgan zamin sal yiroq kesse masalan, sal yiroqlashsa, buning bir tarafi ochiladi. Ya'ni quyoshning nurini qabul qilgan tarafi bizga o'g'oqsiman shaklda yangi chiqqan oy shaklida ko'riladi. Zamin yiroqlashgan sari oy asta ko'rilib, to'liq quyosh bilan oyning o'ttirisi to'liq bo'sh qolgan vaqtda, ya'ni to'liq bir-birisidan o'tirib tusalmagan vaqtda to'lin oy bo'ladi. Yana zamin qaytadan öz o'rniga kelib yaqinlashib turgan sira oy tusulib, yine kichiklab, eng oxirida butunlay yo'qoladi. Bir narsa ko'rinmaydi u vaqtida. Ya'ni biz kechasi yoki kunduzi butun oyni ko'rmagan vaqtimizda oy bo'lgan bo'ladi. Faqat biz ko'rmagan bo'lamiz. Endi bu oy mushta bo'ladi, ammo quyosh unda olmaydi. Chunki quyoshning hajmi bak cho'ng. Faqat ay yer shari quyosh uchi bir siziqqa kelib qolgan vaqtida qisqagina ayning quyoshning tutilishi bo'ladi. Buni biz quyosh tutilishi deymiz, kun tutilishi deymiz. Buning vaqtimi qisqa bo'ladi, yuz beradigan vaqtimi intayin oz bo'ladi. Chunki quyosh favqulodda hajmi cho'ng. Yani unda quyoshni yana bir jismning tutib oladigan ahvollari bak oz bo'ladi endi. Endi shu oyatning o'ziga kelsak, sahabalar şu vaqtdagi arablar bu nimdeb kichiklab yo'g'inab, yana kichiklab yo'qaydi deb so'ralgan vaqtida Qur'on buningga bu haqda javob bermadi. Bular buning o'zgarish ahvolidan so'rgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bularning tafakkurini kesdi. Ya'ni bu xil shakldagi tafakkurini, ya'ni ahamiyatsiz tafakkurini ya'ni. Nega berdi desa, bularga xolos natija berdiki, o'zinglarning ahvoliga yarasha buningdan foydalanadigan nuqtalarga diqqat qilinglar sizlar. Bular vaqt ifodasi bular. Sizlar bu orqali vaqtinglarni belgilaysizlar, vaqtni ifodalaysizlar deydi. Ya'ni sizlarning aqlinglar, idrokatinglar qabul qila oladigan shaklda qaranglar sizlar. Zehningizni bo'sh uxlatmanglar demakchi. Chunki masalani vaqt hal qiladigan masala, ayning u ahvollarini bayqaydigan zaman keyin keladi, ya'ni uni vaqtga qo'ydi. Amaliyotda vaqt o'tgan sira mimayatni degandek zaminning yumaloq ifodalandi. Burun qadimgi zamonlarda yumaloq degan olimlar o'tdi. Hech o'zgarish olmadi yumaloqni bilgandan keyin masalan bizga nisbatan. Faqat foydalanish masalasi. Aymi shu. Buni bizga bayqaldi, echildi. Ayning ahvoli hozirgidek ay bilan quyoshning, zaminning munosabatlari bizga echildi. Hech o'zgarish olmadi. Yana masala nada qoldi desanglar, ayning mushu o'zgarishlaridan, quyoshning o'zgarishlaridan biz foydalanadigan ahamiyatli taraflar ham qolib qoladi bizda. Yani o olsa vaqtni bilish masalasi. Qur'on buni nima deb ifodaladi? Hiya mawaqit linnas. Mawaqit vaqt davatudu. Vaqt degan qanday hukum desanglar, vaqt bir hodisaga bog'langan hukum bo'ladi. Esingizda bo'lsin.
Agar hadis olmasa vaqt yo'q. Yani mesela quyosh atdigi nima tarafdan chiqmasa, kechda nima tarafga patmasa, bu yerda bir kun vaqt shakllanmaydi. Ay kichik holatda bizga ko'rinib, yo'g'inab, butun to'lin ay bo'lib, andan keyin yana kichiklab oxirida yo'qolmasa, bizga bir oy vaqt, demak vaqt hodisalarga bog'langan bir uqum. Hodisa bo'lmadimi, vaqt bo'lmaydi. Esingizda bo'lsin, hodisalar butun mahluqotlar. Şun vaqt uqumi mahluqlarga qarta uqum, Allohga nisbatan vaqt uqumi olmaydi. Alloh avvalan va oxiran zot, uning hech bir vaqt uqumi, kecha kunduz, yil, vaqt o'tadigan ish yo'q. Faqat vaqt bilan ifodalanadigan, vaqtni o'zgaradigan narsa hodisalarga qarta bo'ladi. Shuning uchun biz bilan bo'ladi. Men kichik bu vaqtim mening burunqi vaqtim bo'ladi, o'tir yosh vaqtim, keyingi vaqtim, men o'lib dunyodan ketadigan vaqtim bu hodisalar bilan ifodalanadigan narsa. Demek bu yerdeki mevaqit linnas degene biz özümüzdeki hazırki biz bugün qo'llanayotgan kalendarlarimizni ay quyoshga qarab turib qana qilamiz, onu belgilaymiz. Ayning boshlanganligini bilamiz, Ramazon oyining kelganligini bilamiz, ro'za hayitini bilamiz, haj mavsumini bilamiz, ayollarning iddatini bilamiz. Masalan, bütün yıl 12 ay hammasi ay orqali belgilangan bo'ladi. Yani Allah subhanahu va taolo ayni bizning shu ishlarni belgilaydigan bir belgi qilishimizni xohladi. Quyoshni cho'ndi, quyoshni faqat kun uqumini ifodalash uchun. Atdigini quyosh chiqadi, kech patadi, bir kun bitgan bo'ladi bizga nisbatan. Yani bundan boshqa havo klimatlarni tangshaydigan yer sharidagi o'rniga qarab turib, bu vazifasimi bor inshaalloh. Bunimi inshaalloh insonlarga asta-asta echib berib bundan keyin ochadi. Sura Yunusning 5-oyatida ayolan quyoshning vazifalarini Allah subhanahu va taolo so'zlab, "Vallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura." Biz oyatning oxirini davomlashtirishdan ilgari mishadagi bir inchki ifodalarga bir qarab boqaylik. Alloh deydi. Alloh quyoshni o'zidan nur chiqib turadigan bir yorug'lik manbasi qildi. Arabchadagi diyo normalda o'zi kuyib, o'zi nur chiqib turadigan bir ifodani ifodalaydi. Wal qamara nura. Ayni bo'lsa, nuru qaytiradigan bir ifoda, hukm. Qarang, ikkisiga qo'llanilgan ifoda o'xshamaydi. Amaliyotda bunday keyin amaliyotda ham ifodalandi, quyoshning yorug'ligi o'zidan chiqadi, ayning yorug'ligi o'zidan chiqmaydi. Balki ay o'zi nursiz bir plant, quyoshdan olgan nurni bizga qaytirib beradi. Shu bunoqni sura Furqonda ifodalaglik va ja'ala fiha siraja, ya'ni quyoshni chiroq qildi, chiroqqa o'xshash o'zidan kuyib nur chiqaradigan. Masalan, va qamaran munira, nur beradigan ay. Ayni nur berish ifodasi bilan qo'llaniliq, ammo quyoshni o'zi kuyish, ya'ni nur o'zidan nur chiqarish ifodasi qo'llaniliq oyatda. Yani o'zimizning oyatiga kelaylik, ayolan quyoshning vazifasiga shu sura Yunusningki 5-oyatiga "Vallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura" deb bo'lib, quyoshni ashta nur chiqaradigan, ayni nur qaytiradigan bir ma'noni bir bo'lgandan keyin "Va qaddarahu manazila" bu ikkisiga yana oyga demakchi bir o'rin belgiladi. Sizlar bu orqali yil, hisobot bularni bilishingiz uchun deydi. O'ylab boqinglar. Ay yo'q bir dunyoni tasavvur qilib boqinglar. Yoki quyosh yo'q. Tamam, quyosh olmasa issiqlik, nafas, havosini yashg'ili bo'lsin, lekin quyosh yo'q. Ay yo'q. Unda bo'lib qolsin, sizlar bir kunni 24 soat degan uqumni bugungi kunda qo'limizda soatga qarab 24 soat, ammo buning oldiga bir qadam menish kerak. Bu soatning yasalish, hisoblash asosi, bir oy deb buni hisoblanish asos, bir yil deb hisoblanish asosning hammasi amaliyotda ay va quyoshning harakatiga bog'langan bo'ladi. Agar u bo'lmasa edi, na qo'limizga soat olmaydi, na kun olmaydi, bir kun olmaydi va bir oy olmaydi. Kishilarning hisob qilishlari masalan, bir odamning qancha ishlasa, qanday hisoblaydi masalan, kun olmasa, oy olmasa, bularning hammasi Alloh subhanahu va taolo bizga oy va quyoshdan bergan nima ahamiyatli manfaat yani. Amaliyotda shu oy, quyosh har ikkilisi bilan chisla kalendar tuziladi. Buni shamsiya kalendari, qamariya kalendari deymiz.
Bilimiz ayının vazifesi başka, quyoshning vazifesi başka. Ayının bir aylanadigan bir yeri var, quyoshning yilda aylanadigan bir yeri var. Hozir biz qo'llanayotgan ikki xil kalendar, hijriya kalendar hesaplaymiz, miladiya kalendar hesaplaymiz. Hijriya qamariyaga asoslanadi, miladiya shamsiyaga asoslanadi. Ya'ni shamsiyaga asoslangan vaqtida bütün yılning umumiy kunlari hesaplanib, kun hesaplanib shu asosda bir yil bekitiladi. Buning da her ay öz vaqti dikiladi. 6-cı ay davam issiq paytda, 1-ci ay davam soğuq paytda, 9-cı ay davam kuzdagi illiq paytda, 3-cü ay davam bahardagi paytda dikiladi. Buning da aylarning yilning o'tishiga ergashib, fasldagi o'zgarishlar o'zgarmaydi. Har kun o'zining vaqti dikiladi. Bu shamsiya bo'ladi. Ammo qamariya bo'lgan vaqtda kunni hisoblamaymiz. Ayını hesaplab turib yil hisobati chiqaramiz. Bu vaqtda bir yil aylanib turdi. 11 kun atrofida farqlanadi. Ya'ni bizning dinimizdagi taat, ibodat belgilamalar qamariya hisobati bo'yicha o'rinlashtirilgan. Biz bu yil 6-cı ayda ro'za tutgan bo'lsak, 10 necha yildan keyin 12-ci ayda ro'za tutamiz. Ma'lum vaqtdan keyin kuzda ro'za tutamiz. Demak, qishda, yozda, yozda, bahorda har vaqtda ro'za tuta olamiz. Yilning hamma kunlarida. Haj qilish vaqtlarimiz desakmi, yozdami keladi, qishdami keladi, har vaqtda kelalaydi. Bu orqali qamariya yil hisoblash orqali ibodatlarimizni qilamiz. Navbatda milodiy shaklda qo'llanayotganimiz shamsiya hisobati. Bu ikkisining ma'lum darajada farqi bor. Demak, har ikkilisininki Alloh subhanahu va taolo oyati degan bo'yicha bizning hisobot ishlarimizda, alohida roli bor. Agar ikkisi bo'lmasa edi, bizning hisobot asla bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo sura Tavbaning 36-oyatida inna iddatash shuhuri indalloh 12 shahran. Allohning nazarida oyning soni 12 oyda belgiladi. Ya'ni bütün ibodatlarning hammasi oyninki quyosh sistemasidagi quyosh buruj deb qo'yamiz arab tilida. Burujdagi mangan o'rinlarga qarab turib belgilanadi. Shuning bilan bizning ibodatlarimiz bayat degandek, har o'xshamagan havo, o'xshamagan klimat, yilning o'xshamagan fasllari, o'xshamagan oylarida kelalaydi. Bizga baya yozda ro'za tutgan odam qishda ro'za tutgan bir fursat bor. Yozda, kuzda ro'za, haj masalan qattiq issiqda bo'lgan haj suvoqdami bo'ladi, normal illiq havolardan bo'ladi demak, bunda bo'ladi ahvol. Yani Allah'ın ki hikmeti şu ki ibadatlar yılının bir vakti kelmey daim yılda aylanıp dursun. Bu arqılık hiç kimge özür olmasın. Yazda vaqt qis, kechede qiyam qılanmadık deganlar qish keladi mesela. Yazda issiq, men issiqqa bulanmaydim, haj qılanmadım deganlarga nisbatan qishda keladi. Qishda bek soğuq, men soğuq qo'chi demaydim deganlarga yozda keladi. Yozda keladi, bahorda keladi. Bu arqılık hamma ishlar normal bir ritmga tushadi. Yani Allah subhanahu va taolo bu noktadan bizga oyni va quyoshni vaqt hisoblaydigan bir vosita sifatida keltirdi. Qur'oni Karimda hozir o'qigan oyatimizda oy haqida so'ralgan vaqtida nima dedi? Hiya mawaqitul linnas, kishilarning vaqt hisoblaydigan bir belgisi deb ifodaladi. Quyosh orqali muvassama'i zatul buruj, quyoshning mangadigan burujlar haqida Alloh subhanahu va taolo qasam qilib, buning bir alohida ahamiyatga kelgan so'zildi. Tabiiyki, quyoshlarning buruji, ya'ni o'zining o'rni, oylarning o'zining o'rni bo'lgan o'xshash yulduzlarning atrofida bizga ko'rinayotgan, kechib ko'rinayotgan yulduzlarning bir o'rni bo'ladi. Yulduzlarning o'rni haqida Alloh subhanahu va taolo sura Voqiada fala uqsimu bimawaqi'in nujum va innahu laqasamun law ta'lamun azim deb qasam qilgan. Balkim kunlar kelib bizga bizning aql idrokatimiz pishib yetilib qabul qilishga hozirlangan vaqtida xuddi oyning ahamiyatini, quyoshning ahamiyatini va buning amaliy ahvolini tadqiq qilib bayqalganga o'xshash yulduzlarning o'rinlari qanday qilinishi mumkin, bayqalib bizga qonuniyatlar bizga aytilishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo faqat bizga hozir bergani nima desa, oyatda yangi oyning bizga bo'lgan nimasi ahamiyati. Biz haj va shunga o'xshagan ibodatlarga va boshqa ishlarimizda oy va quyoshni asos qilib turib hisob chiqaramiz. Ya'ni bu orqali foydalanamiz demakchi. Masalan, kunlik hisobot, oylik hisobot, haftalik hisobot hammasi amaliyotda quyosh va oyga bog'langan bo'ladi. Agar osmondan tuyuqsizlar quyosh yo'qolib ketsa, oy yo'qolib ketgan kun tasarruf baqayli, kun hisoblaydigan ishonmaydi, oy hisoblaydigan ishonmaydi.
Endi oyatning davomiga kelsak, oyatning oxirisida Allah subhanahu va taolo bir nuqtani eskartib o'tdi. Va laysal birru yaxshilik degan uyinglarga orqasidan kirish emas, ammo yaxshilik Allohdan qo'rqqanlar da'vatidi. Arablardan bir qancha qabila vatdi, masalan Quraysh, Kanana, Xasam, o'xshash bir qancha o'z dinida nihoyat taqvodor kishilar o'z dinida o'z vaqtida kishilar bo'lib haj qilgan vaqtida, hajning faoliyatlarini ado qilayotgan vaqtida uyga normal kirmaydi. Yani ishkidan kirmay, uyning keynidan yo tush kechib yo ish kechib degandek bir xil shaklda kiratdi. Yani normal kirmaydi u vaqtida, chunki haj ado qilayotgan vaqtda normal qiyofat bo'lmagan bo'lg'achqa. Endi Alloh subhanahu va taolo arablardagi bu xil odatlardan haj faoliyatini tozalash uchun, chunki bu normal odat emas-da, tozalash uchun nima dedi oyatda: "Va laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Uyga orqasidan kirganlik yaxshilik emas dedi yani. Bular yaxshilik deb turib shu ishni qilayotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo men bir oyat va yana bir oyat va biz ilgari o'qib o'tgan bir oyat va "Valaysal birra an tuwallu wujuhakum" degan oyatda shu xil ifoda, ma oyatda shu xil ifoda, ammo o'xshamaydigan yeri arab tili grammatik nuqtani aytgan vaqtda laysal birra an tuwallu wujuhakum qiblaga qarashinglar yoki boshqa Maydul Muqaddas qarashinglar amaliyotda bir yaxshilik deb ayirib oldigan ish emas degan shaklda bayon qilgan oyatda, oyatda yaxshilik bu emas degan shaklda, ya'ni biz o'qiyotgan oyatda laysal birru o'qiladi. Men hozir misol akaga yana bir oyatda laysal birra keladi. Laysal birra arab tilidagi bu ru pash o'qish bilan ra pash o'zvar o'qishning o'rtasidagi farq, ru deganimiz jumlaning egisi hisoblanib asosiy ini qo'ygan masala va buni bergan ta'bir uning keyindan bayon qilinadi. Ra o'qilgan vaqtida keyinda berilgan ta'bir jumlaning asosiy igi qismi ra. Bir ra degani jumlaning xabar bo'lib bo'lib, yaxshiliklarning ifodasi bu yerda ifodalanadi. Alloh subhanahu va taolo bu yer uchun demoqchiki, sizlar yaxshilik deb qilayotgan ishlar bu emas. Yani sizlar shaklga erishilmanglar ba'zi ishlarningki. Masalaning shakliga qaramanglar, mohiyatiga qaranglar. Ana yaxshilik degan nima bo'lsa, yaxshilik asli degan yaxshi ish, manfaatlik ish, boshqalarga foyda bergan ish. Agar inson bu quvvatilsa yaxshilik. Arablarga o'xshash hele uyning keynidan kiradigan hele o chunki har odamning mijoz, xarakteri, aqli, idrokati o'xshamaydi. Hamma odam o'zining aqliga, idrokatiga, mijoz xarakteriga qarab yaxshi ishni belgilab olgan bo'lib qoladi. Alloh bu oyatda shuni demoqchiki, yaxshilik Alloh tarafidan belgilanadi deyapti. Sizlar tarafidan emas. Sizlar ajaba qilib olgan bu ishlarni yaxshilik bobiga tiqib olmanglar. Yaxshilik Alloh tarafidan belgilanadi. Yaxshi ish va yaxshi ish emasligini Alloh belgilaydi. Yaxshilik degan nima? Men ittaqa, Allohdan qo'rqqan odam, yo'qlarga ishkilik qilaydi. Bunda aqmas ishlarni yaxshilik qatoriga tiqib olmanglar demoqchi. Ana shu kelgan vaqtida oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo vattaqulloha la'allakum tuflihun oyat orqali xulosaladi. Taqvolik huquqida to'xtalamiz. Taqvolik huquqini to'xtalishdan ilgari oyatning mazmunining oxiridagi kichikina bir eskartma bor, shuni deb qo'yay. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo shuni deyotdiki, sen bir narsani yaxshilik deb turib qilgan bo'lsangmi, ya'ni sening niyating yaxshi bo'lsinmi, g'oyang yaxshi bo'lsinmi, lekin qilayotgan ishlaring shunga tushmasa, ish yaxshilik bo'lmaydi degandek bir ifoda bu yerdan chiqadi. Endi taqvolik hukmi haqida biz ilgirki oyatlarda nechalar deb o'tdik, eslatib o'tdik. Taqvo, biz Uyg'ur tilida taqvolikni bevositlam Allohdan qo'rqish deb tarjima qilaveradilar. Amaliyat taqvolik saqlanish hukmida. Yana bu ba'zilar o'ylagandek do'zaxdan saqlanish lam emas. Buningda mu cho'ng hukm. Taqvolik degani bir odam yo'ldan chiqish orqali, Allohning ilohiy manhajidan chiqish orqali, ta'limotlarni uyg'unlamaslik orqali uchraydigan har qanday mushkulot, har qanday xafalik va har qanday musibatdan saqlanib qolishning o'zi taqvolik bo'ladi.
Meyli sen saqlanıp qaladigan bu dert, bu azap dunyodagi ish olsun yoki oxiratdagi olsun. Tabiiyki oxiratdagi do'zaxdan saqlanib qolish, Allohning g'azabidan saqlanib qolish taqvolik. Dunyodagi qiyinchilik, mushkulotlardan uchrab qolishning o'zimi ham taqvolik. Oyatda vattaqulloha la'allakum tuflihun deyishning sababi sizlar bunda igiz pas yo'ldan chiqqan Allohning ko'rsatmasiga uyg'un olmagan ishlarni qilish orqali xafalık uchrab qolmanglar degan gap. Buningdan saqlaninglar, xafalıkdan saqlaninglar degan gap. Chunki yana bir oyatda Sura Tahaniki 144-oyatda yo'ldan chiqishning natijasini nima deyotdi? Fa inna lahu ma'ishatan danka. Yo'ldan chiqqan. Man a'rada an zikri, mening yo'lamdan chiqqanlarningki erishdig'ini xar turmush, xafalık turmush deyotdi. Shunga Qur'oni Karimda kelgan la'allakum tattaqun, ittaqulloha degandek iboralar kelgan vaqtida buni nuqul taqvolik Allohdan qo'rqishlar ifodasida emas, dunyodagi xafalıklardan saqlanish uchunmi Allah ko'rsatgan yo'lda menish kerak degan ifodani elishimiz kerak. Undan boshqa eng oxirida darsimizning oxirisida alohida eskartib qo'ydigan muhim nuqtadan birisi shu oyatga qaragan vaqtida xiyol chog'lamasin, xatolikni qilib o'tib ketdi. Bir ig'ir jinoyatni birini qildi, ketdi. Biriga zulm soldi, ketdi. Aning aybini ochdi, ketdi. Ani rasvo qildi, ketdi. Buning haqqini yedi, ketdi. O'ylamasinki, bu yo'lga, Allohning yo'liga, Allohning ta'limotiga xiloflik qilgan odamning cho'qim dunyoda va oxirat tortishi bor. Buning jazosini cho'qim ko'rdi. Jazosi ko'ziga ko'rilib, men boshqa jinoyat qilgandim, buning badalini bu shaklda o'tdim degandan keyin uni oxiratga ketadi. Bu ahvol yuqorqi oyatdan aniq chiqdi. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Oyatning bugungi oyatning oxirisida vattaqulloh. Ma dunyoda yo'ldan chiqishni saqlan, yo'ldan chiqma, la'allakum tuflihun. Shu vaqtda sen baralaydigan manzilinga, oxirgi nishoningga sog'lom shaklda yetalaysa da'vat Allah subhanahu va taolo. Inshaalloh bugungi darsimiz shuni bilan oxirlashdi. Dersni kilasalik dersda davomlashtiramiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.